Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun seshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinglar kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Bugun Sharq Turkiston xalqi uchun tarixiy ahamiyatga ega muqaddas bir kun. Sharaflik bir kun. G'urur va iftixorlanish tuyg'usi bilan eslashga tegishli bir kun. Shundaqla bütün Sharq Turkiston xalqining Şanlıq bayram günü, şehitler günü, g'azilar günü, qahramonlar kunidan iborat. Söyümlük qahramon ajdodlarimiz ayni chog'dagi intayin zo'r va murakkab sharoitlar qaramasdan 1933 yili 11 ayning 12 kuni Qashqarda Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatini, yana 1944 yili o'xshash oy va o'xshash kunda G'uljida Sharq Turkiston Jumhuriyatini qurib chiqish orqali bütün Sharq Turkiston xalqining kurash irodasini, qahramonlik ro'yini va o'ziga o'zi xo'ja bo'lib mustaqil yashash orzusini dunyoga namoyon qilgan edi. Demak, bugun e'tiqod tushunchimizning va milliy tariximizning meroji yoritilgan bir kun. Biz mushu bugunimizning iftixori bilan hozirmo beshimizni tik tutib dunyoga mag'rur qaraya oladigan bir kun. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bütün Sharq Turkiston xalqining Cumhuriyet bayramini qutluqlash bilan birga bizga muqaddas ikki jumhuriyatimizni baxsh etgan va bizga qimmatli angishtarlarni miros qoldirib ketgan Xo'janiyoz Hoji, Sobit Domullam, Alixon To'ra, Ahmadjon Qosimiy boshchiligidagi bütün qahramon ajdodlarimizga cho'nqur ehtirom bildirdi. 1949 yili vatanimiz Sharq Turkiston Xitoy kommunistlarining ishg'oliga uchragandan keyin muhojiratda ikki jumhuriyat kurashimizga va ikki jumhuriyatimiz qoldirib ketgan qimmatli angishtarlarga varislik qilib milliy mustaqillik kurashimizni davomlashtirgan va milliy kurashimizning chet ellardagi asosini yaratgan marhum rahbarlarimizdan Muhammad Emin Bug'ra, Ayso Yusuf Olibtekin, general Muhammad Rizobekin, Abdurup Mahsum, Ziyo Samidi, G'ani Batur, Yusufbek Muxlisi, Hoshir Voidi boshchiligidagi bütün ustozlarimizga cheksiz hurmatimizni va cho'nqur seg'inishimizni izhor qilamiz. Sharq Turkistonning milliy mustaqilligini qo'lga keltirish yo'lida shahid bo'lgan bütün aziz shahidlarimizni cheksiz sevgi ichida abadiyan yod etamiz. Assalomu alaykum aziz qarindoshlarim. Sharqiy Turkiston Cumhuriyet günümüz qutlug' bo'lsin. 12 noyabr bo'lsa, Sharqiy Turkiston xalqi uchun tarixiy ahamiyatga ega muqaddas bir kun, sharaflik bir kun. G'urur va iftixorlanish tuyg'usi bilan eslashga tegishlik bir kun. Shundaqla bütün Sharqiy Turkiston xalqining shonliq bayram kuni, shahidlar kuni, g'ozilar kuni, qahramonlar kunidan iborat. Qahramon ajdodlarimiz ayni chog'dagi intayin zo'r va murakkab sharoitlarga qaramasdan 1933 yili 11 ayning 12 kuni Qashqarda Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatini, yana 1944 yili o'xshash oy va o'xshash kunda G'uljida Sharqiy Turkiston Jumhuriyatini qurib chiqish orqali bütün Sharqiy Turkiston xalqining kurash irodasini, qahramonlik ruhini va o'z-o'ziga xo'ja bo'lib mustaqil yashash orzusini dunyoga namoyon qilgan edi. Sharqiy Turkiston xalqining jumladan Dunyo Uyg'ur qurultiyining navbatda elib berayotgan milliy harakati bo'lsa, dal yuqorqi ikki jumhuriyatimizni borliqqa keltirgan milliy kurashimizning davomi bo'lib, xarakter, g'oya va maqsad jihatda birdaklikka ega. Bu sharaflik va muqaddas davo uchun yuksak ishonch va ixlos bilan kurash qilayotgan hozirgi zamon fidokor avlodlarimiz bo'lsa, yuqorqi ikki jumhuriyatimizning haqiqiy meroschilaridan iborat. Bugun chet ellarda faoliyat olib berayotgan Uyg'ur tashkilotlarining hammasining 1933 yili qurilgan tunji Cumhuriyet tarafidan qabul qilingan oy yulduzliq ko'k bayroqni Sharqiy Turkistonning davlat bayrog'i sifatida javlon qildirib kelayotganligimi navbatda elib berayotgan milliy harakatimizning ayni chog'dagi mustaqillik kurashimizning davomi ekanligini munozara talab qilmaydigan holda ro'shan ko'rsatib turmoqda. Sharqiy Turkiston xalqi o'zining mustaqil irodasidan hech bir zaman bo'shashib qolgani yo'q. Muhojiratdagi fidokor xalqimizning uzun yillik tinimsiz kurash qilishi va o'zlarining milliy irodasidan aslo voz kechmasligi natijasida bugun
Sharqiy Turkiston masalasi rasmiy yo'sinda xalqaroliq bir masalaga aylandi. Muqaddas vatanimizning hech bir zaman Xitoyning bir parchasi bo'lmaganligini, Xitoyning mustamlikasi ostidagi bu aziz tuproqda yashayotgan Uyg'ur xalqining o'ziga o'zi xo'ja bo'lib, hur va mustaqil yashashni orzu qilganligini va bu g'oyasiga yetish uchun har qanday zo'r badallarni to'lashga hozir ekanligini butun dunyo jamoatchiligi to'nib yetdi. Shuningga ishonchimiz komilki, qaysar, kurashchan, fidokor, ixlosmand Uyg'ur xalqi o'zining mustaqillik g'oyasiga hamon bir kuni cho'qim yetidi va qahramon ajdodlarimiz meros qoldirib ketgan oy yulduzliq ko'k bayrog'imizni aziz vatanimizning samolarida javlon qildirish sharafiga nail bo'ladi. Assalomu alaykum, qadrdon yurtdoshlar, Cumhuriyet günümüzge mübarek bo'lsin. 21-asrda Xitoy mustabid hokimiyati vatanimiz Sharqiy Turkistonda irqiy qirg'inchilik olib berayotgan ig'ir bir vaziyatda biz bu tarixiy kunlarimizni eslayapmiz va xotirlayapmiz. 91 yil burun Xitoyninki ishg'oliyatiga tan bermay Sharqiy Turkistonda Cumhuriyet quralgan 80 yil burun yana o'xshash kunda yana bir qatim mustaqil Sharqiy Turkiston Cumhuriyetini e'lon qiladigan shu ajdodlarning avlodlari biz. Bugungi kunda millatimizning beshiga qanchalik kulfatlar kasimi, xalqimiz go'yo mushu peti yo'qolib ketadigandak bir xil xatar holatda qolgan bo'lsa-mu, biz kelgusimizga ishonch bilan qaraydigan umiddan ayrilganimiz yo'q. Biz ana shu ishonch bilan dunyoning barliq joylaridagi Sharqiy Turkistonlik qarindoshlar birlikda bir niyat, bir nishon, bir iroda va mas'uliyatlar bilan tirishchanlik ko'rsatib, ozod va hur vatanimizga cho'qim erishimiz. Bu birlikning kuchi cho'qim bir kuni davlat qurishimizga yetadi. Oxirgi g'alaba eng izchil va qat'iy niyat qilgan kishilarga mansubdir. Ikki Cumhuriyet kunimizni xotirlash faoliyatimiz muvaffaqiyatli bo'lsin. Rahmat qarindoshlarim. Dünya Uyghur Qurultayı'nın muavin reisi ve bayanatçısı Zümrətay Erkin Xanımның 5 noyabr başlagan bir haftalık Meksika ziyareti ve o'xshash vaqtda Dünya Uyghur Qurultayı'nın sabiq reisi Dolqin Isa, Qurultayı'nın ali məsləhətçisi, Uyghur Kişilik Hüquq Quruluşu'nun direktori Ömer Qanat Efendilərinin bir haftalık Argentina ziyareti muvaffaqiyatli axırlaşdı. Zümrətay Erkin Xanım Meksika Kişilik Hüquq Komiteti Fuqarolar Cemiyeti qatarlıq organlarının təklifi bilan 5 noyabrdan etibaran Meksikada bir haftalık ziyareti bolğan bo'lib, bu Uyghur vekilining tunji bo'lib Meksikani ziyorat qilish bo'lib hisoblanadi. 2021 yili 11 oyda Chexiyada chaqirilgan 7 navbatlik Dunyo Uyghur Qurultayidan keyin Dolqin Isa boshchiligidagi qurultay rahbarlik heyeti Uyghur davosining Latin Amerika va Afrikadagi ta'sirchanligini oshirish uchun bu ikki qit'adagi davlatlarga qurultay vakillaridan tashkil topgan maxsus ziyoratlarni o'rinlashtirish haqida qaror olgan. Mazkur qarorga asosan 2022 yili 17 avgust kuni Dunyo Uyghur Qurultayining ayni chog'dagi raisi Dolqin Isa, Qurultay ijroiya komitetining ayni chog'dagi raisi va Uyg'ur Kishilik Huquq Qurilishining direktori Ömer Qanatlardan tarkib topgan arzdorlar heyeti tunji bo'lib Latin Amerika davlati Argentinani ziyorat qilib, Dunyo Uyg'ur Qurultayi bilan Uyg'ur Kishilik Huquq Qurilishining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligida javobgarlik bo'lgan Xitoy amaldorlari ustidan hozirlagan arznomasini Buenos Airesdagi 12 kishidan tarkib topgan Argentina federal sotchilar heyetiga topshirgan edi. 2023 yili 23 maydan e'tiboran yana Dolqin Isa, Ömer Qanat va Zümrətay Erkinlərdən tərkib tapqan qurultay heyeti Braziliya, Argentina, Chili, Kosta-Rika qatarlıq Latin Amerika dövlətlərdə 2 hafta xizmət ziyaretida bolğan edi. Qurultayning muavin raisi Zümrətay xanımның bu qitim tunji bo'lib Meksikada ilib bargan bir haftalik ziyareti Meksikadagi har qaysi sohalarning kuchli diqqatini qo'zg'agan nuqtalarning biri bo'ldi. Bo'libmi 8 noyabr kuni Meksikada kuchli ta'sir va nopozga ega bo'lgan Meksika Kishilik Huquq Komiteti Fuqarolar Jamiyati tarafidan Zümrətay xanımның sharpiga maxsus o'rinlashtirilgan Uyg'ur tragediyasi 21-asrdagi irqiy qirg'inchilik degan temada o'tkazilgan muhokama yig'ini kuzatuvchilarning va matbuotlarning kuchli diqqatini qo'zg'adi. Zümrətay xanım mazkur muhokama yig'inida bergan dokladida 2017 yili boshlangan cho'ng tutqundan buyon Sharq Turkistonda taxminan 3 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarining hech bir qonuniy asosga tayanmagan holda turmalarga va jazo lagerlariga qamalganligi,
Uyg'urlarning madaniy meroslarining vayron qilinganligi, majburiy tug'mas qilinganligi, majburiy dinsizlashtirilganligi, milliy ma'rifi butunlay cheklanganligi, tili, yeziqi va urf-odatlari cheklanib, majburiy xitoylashtirilganligi, xohlagancha tutqun qilish, qiynash va xo'rlash qilmishlarining avjiga chiqqanligini, qisqasi, navbatda Sharq Turkistonning haqiqiy bir ust uchiq turmaga aylanganligini amaliy misollar bilan sharhlab o'tdi va xalqaro jamoatchilikning shuncha kuchli noroziligiga qaramasdan mustabid Xitoy hokimiyatining irqiy qirg'inchilikni hozirma ham jiddiy davomlashtirayotganligini, hatto chegara halqagan bostirish siyosatidan yo'l qo'yib, chet ellarda yashayotgan Uyg'urlarga ziyonkashlik qilayotganligini eskartib o'tdi. Zumrat Ayxanim so'zida yana Uyg'ur masalasining xalqarodagi taraqqiyot yuzlanishi, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining 11 davlat tarafidan rasmiy qabul qilinishi, BDT kishilik huquq oliy komissarligining Uyg'ur masalasi haqida e'lon qilgan doklati, Amerikada Uyg'urlar haqida maxsus chiqarilgan qonunlar va uning ijro qilinish ahvoli qatorliq masalalarda tafsiliy ma'lumot va tushuncha berib o'tdi. Bu qatimqi muhokama yig'ini Meksika tarixida Uyg'ur masalasi haqida o'tkazilgan tunji muhokama yig'ini bo'lib, tarixga yozildi. Bu munosabat bilan Meksikadan maxsus telefon ziyoratimizni qabul qilgan Zumrat Ayxanim bu bir haftalik Meksika ziyaratining mazmuni haqida yanama tafsiliy ma'lumot berib, mundaq dedi. Bu qitimki Meksikadagi safar tunji qitim hamda Dunyo qurultiyining Latin Amerikadagi Meksika berishi. Bu safarda maqsad Uyg'ur irqiy qirg'inchilik to'g'risida Meksika xalqqa, Meksikadagi parlament a'zolari, hukumat o'rinlari va tashkilotlar, ommaviy tashkilotlarga tushundirish va tunutish. Bu safarni muvaffaqiyatlik tugatdim deb desam bo'ldi. Bu jarayonda bir haftaning ichida hukumat a'zolari bilan, tashqi ishlar ministri bilan, parlament a'zolari bilan o'xshamagan partiya, buning ichida burunqi sobiq parlament a'zosi Salvador Caro degan apandim oldingi yili Xitoy elchisi Meksikaning parlamentiga kelgan chog'da Uyg'urlarga erkinlik, Tibetliklarga erkinlik degan bir lozungni ko'tarib chiqqan. Shu burunqi sobiq parlament a'zosi bilan ko'rish fursat bo'ldi va buningga Uyg'ur masalasini yaxshi anglatgan bo'ldim. Ondan sırt hozir saylangan shu Meksikadagi parlament a'zolarini tanishtirgan bo'ldi va ularni qo'limizdan kelgan ishni qilamiz, yordam qilamiz dedi. Ondan sırt yana bir qancha ommaviy tashkilotlar bilan ko'rishdim. Shu Xitoyning Meksikada bo'lgan, Latin Amerikada bo'lgan besimi va kuchini tadqiq qilgan tashkilotlar bilan ko'rishdim. Relial degan. Ondan sırt yana Meksikaning inson haqlari komissiyasi shu mening ziyoratim uchun maxsus o'rnashtirgan faoliyatga qatnashib, bu yerda so'zlash fursatiga erishdim. Buningga nurg'unlagan muxbirlar va ommaviy tashkilotdagi Meksikaning inson haqlari tashkilotlari ishlaydigan advokatlardan tortib bamiz kelibdi. Bu yerda bir yaxshi fursat bo'ldi, chunki bu mening so'zlarimni hammasini ispanchaga tarjima qilgachqa, bu yerlik tashkilotlar munoyat yaxshi va aniq tushundi masalani. Undan sırt shu Xalqaro Cumhuriyetçiler Instituti ning odamlari bilan ko'rishgan bo'ldim va ular menga nurg'unlagan yordamlarni qildi. Undan sırt yana eng oxirgi 2 kunda Foro America Libre degan Amerika erkin Amerika forum munbiri degan bir konferans qatnashgan bo'ldim. Bu yerda ham shu Latin Amerikadagi har bir davlatdan kelgan parlament a'zolari shu forum qatnashib, bu yerlarda so'zildi va shu jarayonda men Uyg'ur masalasini yana o'tirg'a qo'ygan bo'ldim. Onundan başqa yana o'xshash mezgilda Argentinada ziyarati bo'lgan va ziyorat jarayonida Argentina Federal Oliy sudida to'liqlama guvohlik bergan va Argentinadagi bir haftalik ziyorat jarayonida Argentinadagi har qaysi sohalar bilan keng doirada uchrashish ilib berib, ularga Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati haqida ma'lumot bergan Dolqin Ayso va Umar Qanot apandilarmi Argentinadan stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilib, tövendikilerini bayan qilishdi. Assalamu alaykum aziz vatandaşlar. Sizlarga Argentina'nın paytaxtı Buenos Aires'deki ziyaretimiz hakkında qisqacha bir ma'lumot berib o'rtoqlashmoqchi. Biz bu yerga xabardor bo'lganlardek 2022 yili 8 oyda bizim advokat Michael Pollack, Ömer Kanat ve ben bir yerga kelib
Argentina Yuqori sud mahkamasiga Xitoy hukumatining Sharqiy Turkistonda olib borayotgan insoniyatga qarshi jinoyati va irqiy qirg'inchilikni Argentina sudida so'roqqa tortish masalasi to'g'riliq bir iltimosini sungan. 2 yilning jarayonida buni Yuqori sud rad qildi, qayta qabul qildi, qayta biz az qildik degan o'xshaydigan bir nimalar bilan bundan voz kechmadik. Eng oxirgi 2024-yil 11-oyning 5-kunisiga yetib kelib, 6-kunisi Yuqori sudga yana bir qatam eng oxirida o'zimizning iltimosimizni, arzimizni sungan bo'ldik. Shu munosabat bilan bu yerda hamda nurg'ulg'an xalqaro tashkilotlarning rahbarlari bilan kurashdik, nurg'ulg'an advokatlar jamiyatining xodimlari bilan kurashdik va bu yerdagi kishilik huquq faoliyatidan shug'ullanayotgan tashkilotlar bu yerda bizim uchun maxsus bir seminar o'rinlashtirdik, ularga so'zladik. Ya'ni bu qatim ziyorat hukumatning parlament a'zolari bu yerda kongress deydi ekan, Argentina kongressining tashqi ishlar komissiyasining raisi bilan so'zlashdik, boshqa bir qism parlament a'zolari bilan ko'rishib, oldingi kunlarda Argentina parlamentida bir Uyg'ur so'yqirmini qabul qilishning yo'llari, Uyg'ur do'stlik guruhini qurishning yo'llari, bu yerga kamp shoirlarni akilib guvohlik berishning yo'llariga o'xshaydigan bir qator faoliyatlar bilan elib bordik va safarimizning eng oxirgi kuni bu yerda biz bir asma deb xuddi bugun Sharq Turkistonda Uyg'ur xalqi uchrayotgan zulmga buningdan 30 necha yil ilgari Argentina xalqiga uchragan mushu bir muzeyni ziyorat qildik. Bu muzeyning tarixiy arxiv ko'rinishi qancha nima haqida Ömerxon efendi bir ma'lumot bersin. Rahmat, assalomu alaykum aziz vatandaşlar. Bu safarimiz bu 3-chi qatim kelishimiz Argentinaga, Buenos Airesga. Bu safar oldingi 2 safardan texnik to'g'riq bir safar bo'ldi deb o'ylayman. Chunki bu qatimki safarimizda, bu qatimki safar jarayonida nurg'unlagan qonunshunoslar bilan kurashdik, parlament a'zolari bilan kurashdik. Shuning bilan bu Uyg'ur masalasi, Uyg'ur irqiy qirg'inchilik va insonlikqa qarshi biz o'tirib qo'ygan va ochgan da'vomiz texmo bu Argentina matbuotida va buningdagi zamush ziyoliy qismida, buningdagi huquqchilar orasida bir munozara, mubohisa masalasi bo'lganligini ko'rdik. Buningdan nihoyat mamnun bo'ldik. Shuningga bu qatimki safarimizni nihoyat to'liq bir safar deb atayman. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.